Assalomu alaykum aziz YouTube'dagi bizlarning kuzatuvchilar. Juma kungi dastavkalar davom etyapti. Yo'l tanlamas bahaybat Mercedes-Benz mashinamizni dastavkaga tayyorlab qo'yganmiz. Hamda ikkita bola uchun mo'ljallangan BMW mashinamizni yo'l tanlamaydi. Baloni anchagina katta qilib ishlangan, hamda o'zi ham anchagina bahaybat model ikkita bola uchun mo'ljallangan. Salon qismi ikkita bolaga alohida joy qilingan bo'ladi. Hozir buni do'konimizda ham ko'rsatib o'tamiz. Dastavkaga ketyapti. Do'konimizga shu modellar summasi keladigan bo'lsa, shu modellarimiz 2 million 400 ming so'm Mercedes-Benz mashinamizda yo'l tanlamas bagi dizaynda ishlangan, hamda 3 million 50 ming so'm BMW mashinamizda bo'ladi. Egalariga ko'pincha yaxshilik xizmat qilsa, hamda yana bitta dastavkaga ketayotgan mashinamizda litsenziyali Gelevangi mashinamizda bo'ladi. 24 voltli akkumulyator bilan jihozlangan model, tashqi dizayni anchagina katta qilib ishlangan, 60 kilogacha yuk ola oladi. Baloni yumshoq balon. Sidiniya kojini qilib ishlangan, ikkita bolaga alohida joy qilingan bo'ladi, hamda bu yerda xilma-xil muzikalar qo'ysanglar bo'ladi, fleshka o'qiydi. Ham gaz pedallar, ham pultdan masofadan boshqarsanglar ham bo'ladi. Orqa tomondan dizayni. Hamda shu mashinamizda 100 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan, baloni yumshoq balon, tegi juda ham железный qilib ishlangan bo'ladi. Железный tegida juda ham ko'p ishlatilgan bo'ladi. Kapot ochilib yopiladi, oldi fari o'chib yonadi. Hozir bitta zavod qilib ko'rsatib beraman buni. Juda chiroyli mashina, ko'rsanglar bo'ladi mana. Oldi zavod bo'lishi, oldi fari yonishi, tepadagi tumankalagacha hammasi o'chib yonadigan qilib ishlangan. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Даже men panjarasigacha tumankalar hamda eshik tagidagi mana shu qismi ham orqa tomondan dizayni. Amortizatori ham железный qilib ishlangan, o'shaning uchun bu mashinamizda 100 kilogacha bemalol yuk ola oladi. Hamda tagidagi mana o'zinglar ko'rsanglar bo'ladi. Bular hammasi железный, sparkalangan, abman kamasi hammasi temirdan yasalgan bo'ladi. Bu joyini koja qilinishidan sabab ichiga kichkina bola bu yoshga, bu joyga 60-70 kilogacha bo'lgan odamlar yoki aka-ukalar, opa-singillar mayli, kim bo'lsa ham bemalol chiqib o'tirib olsa bo'ladi, oyog'ini mana bu joyga qo'yib yoki bu joyga qo'yib, bu joyi o'shaning uchun samostoятельно mo'ljallangan bo'ladi. Mijozimizni ham olishlaridan maqsad ushbu mashinani farzandlari to'polonchi ekan, hamda ko'p farzandli oila bo'lgani uchun mana shu mashinamizni oldilar, hamda biz mana shu mashinani ularga tavsiya qildik. Sababi juda ham baquvvat mashina, endi 100 kilo hazilakam besamas. Hamda keyingi mashinamiz bu hozir ketida ketyapti. BMW X7 mashinamiz 6 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun mo'ljallangan bo'ladi. Buni ham hozir bitta zavod qilamiz. Summasini ham aytib o'tib ketaman. Hozir bu kachalik funksiyasi yoqilib qopti. Oldi fari o'chib yonishi, balon yumshoq balon, eshik ochilib yopiladi, hamda orqa tomondan dizayni mana zadniy tomondan eshik ochilib yopiladi. Summasini ham aytib ketdik. Xo'p, bu mashinamiz $300 edi. 3 million 600 ming so'm, bugungi sumda hisoblaganda 3 million 600 ming so'm bo'ladi, hamda BMW mashinamizda 2 million 50 ming so'm dastavkasi. Buni ham butun O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Bugungi dastavkamiz mana shu hozir obedga 12 bo'lib qoldi. Hozircha shu dastavkalarni egalariga tayyorlab qo'yganmiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Biza yangi videolar hamda foydali kontentlar qo'yib borishda davom etamiz. Xo'p, bu yerda bolalarni yoshi ham hisobga olinadi. Misol uchun 1 yosh yoki 2 yosh bo'lsa, mana bu mashina ham sizlarga bemalol bo'ladi. BMW bunaqacha kichkina mashina emas, videoda ko'ringandan keyin. Misol do'konda jivoy ko'rsanglar, o'rta segmentdagi mashina, hamda bu mashina misol uchun 1 yoshdan boshlab o'sha 100 kilogacha, endi ichiga 100 kiloli odam sig'masligi aniq, ichiga maksimum 7 yoshgacha bola sig'ishi mumkin, lekin mana bu joyi misol o'zim ham o'tirib uchganman, 29 yoshman, vesim 83. Men bilan ham bu mashinani yurishi pashti o'zgarmaydi. Misol ustiga 80 kiloli odam chiqib qolganda ham yurishiga ta'sir qilmaydi. Hamda bu mashinamiz o'ziga ofitsialni 59 kilogacha yuk olishga mo'ljallangan deb yozilgan. Ikkita bola uchun mo'ljallangan. 8 yoshgacha ichiga bemalol buni odam sig'adi. Ko'chadagi BMW mashinamizda 2 kishilik 50-60 kilogacha bemalol yuk oladigan model bo'ladi.